Assalomu alaykum. Demak, 3-matnimizni boshlaymiz. La'iba ma'ana Ahmadu lu'batal qitor. O'tgan darsimizda la'ibat Samiratu lu'batal mudarrisa, ya'ni qomat Samiratu tal'abu lu'batal mudarrisati deb kelgan edi. Mudarrisati, ya'ni Samira biz bilan birga o'qituvchini o'yinini o'ynadi. Ustoz o'ynadik degan ma'noda gap kelgan edi. Bugun birinchi gapimiz esa la'iba ma'ana Ahmadu lu'batal qitor. Ahmad bu kim? Ahmad gapda egasi, ya'ni foili bo'lyapti. La'ibaning egasi. La'iba Ahmadu. La'iba ma'ana. Ma'ana esa biz bilan degan. Biz bilan Ahmad o'ynadi. Ya'ni Ahmad biz bilan lu'batal qitor. Poyezd o'yinini o'ynadi. Tushunarli? Endi bizda bir o'yinni nomini aytmoqchi bo'lsa, shuni 2 marta qaytarib aytadi. Masalan, xola akam deydi yoki ustoz o'ynadik deydi. Yoki bu yerda poyezd o'yinini o'ynadi. Demak, Ahmad biz bilan poyezd o'yinini o'ynadi. Soffal karosi. Karosi o'zbek tilida kursi degan so'z, mana shu so'zdan olingan, bilasiz. Kursi, ya'ni karosi, o'rindiqlar, stullar yoki bu karosi siniq ko'plikda turibdi. Birligi kursiyun bo'ladi. Soffal karosiyya bo'ladi, to'g'rimi? Soffal karosi demak karosiya kursilarni, soffa bu ham fe'l. Soffa degani terib chiqdi, ya'ni terib qo'ydi degan ma'noda. Qator qilib joylashtirdi, safladi. Tushunarli? Demak, Ahmad nima qilibdi? Kurslarni, stullarni terdi, qator qilib joylashtirib qo'ydi. Mana suratda ham ko'rsangiz bo'ladi. Ahmad stullarni qator qilib terdi. Va soffara bi soffaratihi mislal qitor. Soffara nima degani? Qarang, Ahmadning og'zida nima bor? Hushtak. Soffara degani demak hushtak chaldi degan. Bi soffaratihi, hushtagi bilan hushtak chaldi. Nima singari? Mislal qitor. Va hushtagi bilan poyezd singari hushtak chaldi. Tushunarli? Demak, Ahmad o'rindiqlarni, kursilarni terib qo'yib, hushtagi bilan poyezd misoli hushtak chaldi. Qomat. Huda bu arablarda qiz bolaga qo'yiladigan ism. Huda. Qomat bi degan. Qarang. Qoma fe'lidan keyin bir fe'lning masdari bi oldi ko'makchisi bilan keladigan bo'lsa, harfi jar bilan keladigan bo'lsa, shu ishni amalga oshirilganini bildiriladi. Qarang, masalan, qumtu bi tobxit ta'am bilan tobaxtu ta'ama ikkalasining ma'nosi bir. Ikkalasi ham ovqat pishirdim degan. Tushunarli? Qomat huda bi jam'i nuqud degani jama'at huda an-nuquda degani. Ya'ni xuddi bu yerda qomat yordamchi fe'l singari kelgan. Huda pullarni yig'di. Tushunarli? Huda pullarni yig'di. Qomat bi jam'i yig'di degan ma'no bo'lyapti. Nuqud pullar. Kana yusri'u Ahmadu ahyanan lakinnahu hazir. Hazirun Ahmadni bildiryapti qanday ekanligini. Kana yusri'u Ahmadu. Ahmad ahyanan ba'zida yusri'u tez haydar edi poyezdni. Xuddiki endi go'yoki o'yin o'ynashayotganda tez haydar edi Ahmad poyezdni. Lakinnahu hazirun. Lekin u ehtiyotkor edi. Lekin u ehtiyotkordir yoki. Va shu bilan bu matnimiz ham tugadi. Assalomu alaykum.